Kulgili bo'lsa ham aytaman boru, hozirgi kunda uylanishdan ko'ra-chi, mana shunaqa chiroyli xonadonlarni olish osonroq bo'lib qoldi-da. Uyimizga bitta baho bering. Narxi ham menimcha shu xonadonimizga arziydi. Hovli qismini qarang. O'zini yozgi oshxonalari, podvollari juda ham chiroyli zelonli zonalari qilingan. Uyimizga kirishimiz bilan shunaqa chiroyli, kenggina hol bizani kutib oladi. Birinchi xonasi kattagina mehmonxona. Xonadonimizni remontlariga o'zingiz bitta baho berib qo'yasiz. Agar xonadonimiz sizga yoqsa, videoga like bosib, kommentda o'zingiz fikringizni yozish esdan chiqmasin. Bu esa xonadonimizning oshxonasi. Qo'limiz orqali biz yana 4 ta xonamizga o'tishimiz mumkin. Bu xonamiz kattalar uchun mo'ljallangan. Yotoqxona shuni yonida bo'lsa, bolalar uchun mo'ljallangan yana bitta yotoqxona qilingan va bizda yana ikkita kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida o'zini yuvinish xonalari ham qilingan. Xonadonimiz radiator hamda to'pli pol asosida isitiladi. Uyimizning xonalarining soni 5 ta, narxini $120 ming so'rashyapti. Yana kelishiladi. Xonadonimiz Toshkent tumani Tutzorda joylashgan. Lokatsiya Telegram kanalimizda egalari bilan yana kelishsanglar bo'ladi.